Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Zangiota tuman bo'limi tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Unda tumanning Nayman mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan noturar binoda bir guruh fuqarolar o'zaro til biriktirib, hech qanday tegishli hujjatlarsiz, sanitariya qoidalariga rioya qilmagan holda yashirin sex tashkil qilib, qo'lbola usulda bir necha turdagi taniqli brend nomi ostidagi gigiyenik kosmetika va maishiy kimyoviy vositalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab ishlab chiqarib kelayotganliklari aniqlanib, tegishli hujjatlar rasmiylashtirildi. Shu tariqa qonunbuzarlardan esa 8240 dona bo'sh yelim idishlar, 79 ta o'ramda 6 turdagi tovar belgisi etiketkalari, shu bilan birga 2 tonna kimyoviy suyuqlik, 200 litr shampun mahsulotlari ashyoviy dalil sifatida olingan. Hisob-kitoblarga ko'ra ushbu mahsulotlar 112,9 million so'mga baholangan. Shuningdek, sanitariya epidemiologiya bo'limining xulosasiga ko'ra, ashyoviy dalil tariqasida olingan mahsulotlarning muvofiqlik sertifikati mavjud emasligi, me'yorlarda belgilangan talablarga javob bermasligi, inson salomatligiga jiddiy zarar yetkazishi, iste'mol, foydalanish va qayta ishlash uchun yaroqsiz ekanligi qayd etilgan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda.